O'zini mashinasini yaxshi ko'radigan, ozoda saqlaydiganlar uchun mini pilisosi obzorini qilamiz. Narxini esa videoning oxirida bilib olasiz. Xo'sh, pilsosni o'zi mana bunaqa bo'ladi. Bu yerda nasabkalari bor. Mana bunaqa. Mana bunaqa. Keyin mana bu nasabkasi. O'zini filtri. Hop, yana bunaqa nasabkasi bor. Keyin maxsus cho'tkalari bor, cho'tkalari. Keyin yana bunaqa cho'tkalari bor. Hozir bilan qo'yib ko'rib ishlatib ko'ramiz hammasini. Hop, pilsosni xususiyatlarini ko'ramiz, qaranglar. Hop, ko'rasan? Juda kuchli. Hop, mana bu bachokchasi ichida mana musorga qaytarmaslik uchun ham bunaqa narsasi bor. Birinchi o'zi mana bunisi qo'yiladi. Filtrni qo'yamiz. Burab qo'ysak, bu cho'tkasini, cho'tkasi xo'sh, mana bunga qilib turib ishlatsa ham bo'ladi. Bu kir joylarni, mashinalarning chetlari, kirib qolgan joylari, даже akfa oynalar bor, akfa romlarining chetlari bilsanglar, kirli bo'lib qoladi. Ana shularni ham cho'tkalab pilsosda to'xtasanglar ham, to'xtalishingiz ham juda zo'r narsa. Keyin yana bir tarafi bor. Bu xitoylik juda aqlli bo'lganligi uchun bitta narsadan unumli foydalangan, qaranglar. Buni olib tashlab turib. Mana bu narsalarni qaranglar. Yo tomoni pilsosni yo tomoniga qo'yib turib, mana bunday qilib qo'yasizlar bo'ldi. Endi bu nima bo'ldi? Bu shamol haydaydigan bo'ldi. Ko'rasizmi? Juda quvvat ham bunaqa. Bu nimaga? Deylik, kompyuterlar narsalarning ichidagi changlarni chiqarib tashlashga, keyin akfalarni chetlaridagi changlarni qo'yib chiqarib tashlashga, даже sharlarni ham shirsanglar bo'ladi. Sharlarni chiqarsanglar, shirsanglar bo'ladi. Undan keyin tog'larga chiqqaninglarda ballonlab olasizlar. Havoda og'zingizda uxlamasdan ana shuni qilib turib, mana shularni ham ishlatsanglar bo'ladi. Xitoylar juda aqlli-da. Sifati yaxshi, zo'r. Keyin bunaqa mana kichkinalari ham bor. Hozir bunisi ham bor. Diqqat qiling. Mana. Hozir keyin sovg'aga sizlarga mana bunaqa chamadani ham bor. Qaranglar, juda chiroyli. Korobkasini olib tashlab, buni ichiga joylasanglar ham bo'ladi. Bu sovg'aga va yana qo'shimchasidan filtr ham bor. Yana bitta filtr qo'shimcha sovg'aga beriladi. Bu filtrlarni ishlatib, yuvib, tozalab ishlatsanglar ham bo'ladi. Endi ichiga joylasanglar, juda qulay turadi bunda. Qo'yasizlar. Mana. Qo'yib ko'rsataman, nasabkalari bilan. Qaranglar. Mashinani bir chetiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Betga yana mana betga yana ortiqcha bir narsalar